Slovakiyada yagona bo'lgan bir poytaxtda Bratislava yagona bo'lgan o'zbekcha taom tayyorlagan oshxona egalariga bugun ular O'zbekistonda bizga non olib keldi. Nima demoqchiman? Oshxona biznesi bilan shug'ullangan akalar agar Yevropada oshxona ochish niyatlari bo'lsa, Slovakiyani poytaxti Bratislavada oshxona ochishni maslahat beraman. Mana shunaqa nonlarni yopib oshxonada shirin taomlar tayyorlashni buyurdim. Odamlar juda ukrayinlar ko'p, boshqalar ham ko'p. Mana zakaz berganman, yarim soat bo'lyapti, men kelgan yo'q zakaz. Osh keldi. Boshqa taomlar keladi, menu var. Menu yo'q. Menusini olib ko'rsatdi. Hozir menuni ko'rsatamiz. Oshxonada odam ko'p. Oshxona ochilgan bo'ladi kelib. Oshxona biznesiga shu yerda ochishni maqsad qilganman. Ukrainaning yaxshi taomlari gapni nimasi bo'lyapti? Hozir menudagi narxlarga mana menudagi narxlar. Yo'l hammasi bor. Birinchi, ikkinchi ushbu videoni oshxona biznesida shug'ullangan akalarga jo'natib qo'yinglar. Albatta, Slovakiyaga kelganda Bratislavada oshxona ochishni maslahat beraman.